Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve la aqibatul muttaqin. As-salatu vassalamu ala Muhammadin ve la alihi ve ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning siratlari to qiyomatgacha yashaydigan, xususan mu'min kishilar uchun ibrat va namuna bo'lgan siratdir. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu hayotni, bu siratni laqad kana lahum fi rasulullohi uswatun hasana deb maqtab qo'ygan. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning hayotlari siz bilan men uchun eng go'zal ibrat va namuna bo'lgan hayotdir. Bu birodarlar siz bilan menga shunday bir ibratki, yaxshi, xotirjam, xursandchilik bo'lgan kunlarda ibrat bo'lib, uni aksi bo'lgan kunlarda bizlarga ibrat bo'la olmay qolmaydi. Shu bilan birgalikda xavotirli, tashvishli kunlarda ibrat bo'lib, farovon hayotga chiqqanimizda bizga ibrat bo'lishlikka yaramay qolmaydi. Biz birodarlar shu dunyoda boy bo'lganimizda ham, kambag'al bo'lganimizda ham, och va to'q bo'lganimizda ham, tinch va xavotirda bo'lganimizda ham bu ibrat bizga komil namuna suratida qolaveradi. Chunki Alloh taolo maqtab qo'yganidek, insonlar va olamlar uchun rahmat qilib yuborilgan payg'ambar alayhissalomning hayotlari, siratlaridir bu. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Madinalik ansorlar 2-Aqaba bayatini berganlaridan keyin butun Mino vodiysi bo'ylab qattiq bir ovoz eshitiladi. Bu ovoz: ey chodir egalari, ey chodir egalari, Muzammam va bobolarining dinidan qaytganlar, sizlarga qarshi urushgani ittifoq qilishdi degan ovoz edi. Bu ovozni birodarlar Minoda turgan hamma eshitadi. Ansorlar ham eshitadi, Quraysh ham eshitadi, payg'ambar alayhissalom ham eshitadi. Xullas hamma eshitadi buni. Endi ovoz eshitilgandan keyin nima bo'ldi? Kim kelishdi, qayerda kelishdi deya tekshira boshlaydi Quraysh. Qurayshliklar mana shuni so'rab surishtirib bu xabar Madinaliklarga borib taqalganini bilishadi. Shunda Qurayshning sayyidlari Yasribdan kelgan hojilarni to'plab turib, Muhammad bilan bizga qarshi jang qilgani sizlar ittifoq qildilaringmi deganlarida, Yasrib, yana hozirgi Madinadan bu musulmon hojilariga qo'shilib ularning kofirlari ham kelgan edi. Ana shu Madinalik mushriklar, yo'q, biz hech kim bilan va'dalashganimiz yo'q deb turib Allohga qasam ichib javob berishadi. Musulmonlari, ansorlari esa indamasdan bir-biriga qarab turaverishadi. Ana shu haj mavsumi tugagach, har kim o'zini qabilasiga asta-sekinlik bilan tarqala boshlaydi. Endi bu yerda Quraysh kim Muhammad alayhissalom bilan ittifoq qilganini bila olmay qoladi. Lekin boya aytganimizdek hamma ishoralar Yasribliklarga dalolat qilar edi. Nimaga? Chunki o'sha kuni kechasi Yasribliklar ko'chada yurishganini ko'rgan edi odamlar va ayni Yasribliklar o'sha ittifoq tuzilib, ovoz eshitilgan kechada o'zlarini joyida yo'q bo'lganini odamlar ko'rishgan edi. Quraysh mana shu ma'lumotlarni yig'ib to'plab yana qaytib kelib Yasribliklarni so'roqqa tutamiz desa, ular endi uylariga ketib bo'lishgan bo'ladi. Shunda Qurayshliklar ularni orqasidan zudlik bilan elchi yuborib, ulardan 2 kishini, Sa'd ibn Uboda bilan va yana bitta ansoriyni ushlab olishadi. Bularning ichidagi ana shu 2-ansoriy bir amallab qochib ketishga erishadi-yu, lekin Quraysh Sa'd ibn Ubodani qattiq kaltaklashadi o'sha yerda. Sa'dni urayotib ular: "Tan ol, sizlar kelishdilaringmi Muhammad bilan bizga qarshi urushgani" deb turib, qattiq urib kaltaklashganda ham Sa'd tan olmaydi. Va ana shu kaltakni yeb turar ekan, Sa'dni yonidan uzun bo'yli, kelishgan, ko'rinishidan o'zining qavmini Saida ekanligi bilinib turadigan bir odam o'tib qoladi. Shunda Sa'd umid qilib: "Hoy, menga yordam bering.
bularni qo'lidan meni qutqaring deb turib yordam so'raganida bu chiroyli odam birodarlar Abu Jahl alayhi la'na bo'ladi. Ya'ni insonni tashqi ko'rinishi umuman boshqacha, nihoyatda go'zal, xuddi yuzlaridan nur taralib turgandayu, va lekin uni qalbi, uni ichidagi niyati umuman boshqacha. Sa'd ibn Uboda mana shunday qattiq kalta yeb turar ekan, uni do'pposlayotganlarning ichidan bittasini rahmi kelib aytadiki, senga yordam bera oladigan makkaliklardan birontasini taniysanmi deganda Sa'd kalta yeb turgan joyida turib, ha taniyman, Jubayr ibn Mutim va Hors ibn Harb dedi. Haligi kishi shoshganicha Makka ga qaytib borib, ey Jubayr ibn Mutim, ey Hors ibn Harb, o tashqarida bir odam sizlarni isminglarni aytib yordam so'rab kalta yeyapti dedi. Haligi ikki kishi shoshganicha boradi-da, Sa'd ibn Uboda ekanligini bilib, uni qutqarib qolishadi-da, yana qaytarib Madinaga jo'natib yuborishadi. Birodarlar, birinchi Aqaba bay'atidan keyin Rasululloh Yasribliklarga qo'shib, agar esimizda bo'lsa, Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu ni Madinaga yuborgan edi. Va Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu birodarlar bu yo'lda juda katta kuch sarflaydi hamda Madinada islomni keng yoyilishiga sabab bo'ladi. So'ngra payg'ambarimizga maktub yozib, "Ya Rasululloh, bizni oldimizga Yasribga keling. Allohga qasamki, islomga kirmagan bironta bir uy, bironta bir xonadon qolmadi. Ya'ni Avs va Hazraj qabilasidan bo'lgan. Mana shundan keyin birodarlar, musulmonlarga Yasrib, Madina diyorlariga hijrat qilishlik buyrug'i beriladi. Necha yildan keyin berildi bu buyruq? Nubuvatning 12-yilida. Kim tomonidan buyruq berildi? Alloh subhanahu va taolo tomonidan. Shu kungacha hijrat bo'lganmidi? Ha, bo'lgandi. Habashistonga hijrat bo'lgan edi. Va lekin bu hijrat qanaqa hijrat edi? Ixtiyoriy hijrat edi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga agar xohlasanglar Habashistonga hijrat qilinglar deb aytgan edi. Lekin liderni o'zi qayerda edi? Makkada. Eng katta dushmanlik kimga ko'rsatilayotgan edi? Rasulullohga. Birodarlar, bu din bitta odamni dunyoda bo'lgan qiyinchiligi, siyosiy qanaqadir bir bosimi, boshiga tushgan o'zini nazariyasidagi og'ir kuni, uni kayfiyatiga qarab turib nozil bo'lmagan. Bu din butun insoniyatga risolat bo'lib kelgan. Johiliyatga, zalolatga botganlarni qutqarish uchun nozil bo'lgan. Bu dinda nafrat tarqatish yo'q birodarlar. Bu dinda fitna tarqatish yo'q birodarlar. Madinaga hijrat qilishlik musulmonlar uchun Alloh tomonidan vojib bo'lgach, birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Abu Salama va uning ayoli Ummu Salama bo'ladi. Bularning hijrati shunday bo'ladiki, Abu Salama o'zini o'g'li Salama va ayolini olib chiqib ketar ekan. Ummu Salamani qabilasi to'sib turib aytadiki, "Ey Abu Salama, sen hijrat qilmoqchi bo'lsang ketaver. Lekin manovi ayoling bizni urug'imizning qizi. Biz buni chiqarib yubormaymiz sen bilan" deyshadi. Endi ota taraf Abu Salamani o'zini urug'i kelib turib, "Agar sizlar qizlaringni tortib olsalaring, Abu Salamani o'g'li Salama bizni qonimizdan. Bolani biz olamiz" deyshadi-da, bitta oilani birodarlar 3ga bo'lib tashashadi. Ummu Salama o'zini ota urug'iga, o'g'illari Salama otasi Abu Salamani urug'iga o'tib ketadi. Abu Salamani o'zi esa Madinaga hijrat qilib ketadi. Birodarlar, din yo'lida mana shunday qattiq mashaqqatlarni chekkan bular. Mana shunday og'ir kunlarni ko'rgan bular. Endi hozir bizda umuman teskarisi. Sal tirq etsa, "Ha, men hijrat qildim. Bular dinga dushman, dinga erkinlik yo'q." O'zi maqsad umuman boshqa narsa bunda. Lekin og'izdan chiqayotgan gaplari xuddi Qurayshga o'xshab turib umuman boshqacha.
Bitta qaraganda ko'rinish jihatdan boshida do'ppisi bor, soqoli bor, qo'lida tasbehi bor, qori, lekin ko'rinish jihatdan birodarlar Abu Jahlga o'xshagan. Chiroyli-yu, lekin qalbida umuman boshqa niyati bor. Ummu Salama eridan, bolasidan ajrab 1 yil tinimsiz yig'laydi. Dinni, iymonni saqlab qolishlik uchun mana shunday mehnat, mashaqqat tortgan ular birodarlar. 1 yil o'tgandan keyin makkalik kishilardan ba'zilari Ummu Salamaga rahmi kelib bolasini olib kelib beradi va u ham Madinaga borib eri bilan Madinada qoladi. Yana mana shu hijrat qilgan sahobalarning ichida Suhayb Rumiy bor edi birodarlar. Bu kishi Rumiy deb laqablangani bilan, lekin o'zi Rumdan bo'lmagan, arab bo'lgan bu inson. Arablarning janglarning birida yengilib, Suhayb asir tushib, sotilib, qul bo'lib Rumga ketib qoladi. U keyinchalik qo'ldan qo'lga o'tib, Makkaga sotilib keladi-da, o'zini shu yerda ozod qilib, Makkada qolib ketadi. Suhayb Rumiy hijrat qilishlik qasdi bilan chiqib ketar ekan, Quraysh uni oldini to'sib turib aytadiki, "Sen to'xta. Makkaga kelgan vaqting hech baloying yo'q, faqir bir gadoy odam eding. Bizni ichimizda yashab mol va dunyo orttirding. Endi mana shu mol va dunyoing bilan ketmoqchimisan sen bizni oramizdan?" deyishganda, Suhayb ularga qarab turib aytadiki, "Agar mana shu mol va dunyoimni sizlarga berib yuborsam, meni holi qo'yasizlarmi?" deydi. Ular ha deyishgach, "Meni mol va dunyoyim falon joyda" deb turib aytib beradi. Ular borib topishadi va Suhayb Rumiyni holi qo'yishadi. Rasululloh birodarlar keyinchalik Suhayb bu savdosida yutdi, Suhayb bu savdosida yutdi deganlar. Payg'ambar alayhissalom ana shu vaqtda musulmonlarga hijrat qilishni buyurib turib, agar hijrat qilsalaring boy bo'lasizlar, butun arablar ustidan g'olib bo'lasizlar. Ya'ni biron bir dunyo matosidan va'da bergani yo'q edi. Sizlar uchun jannat bor dedi. Shuni o'zi birodarlar ularga kifoya qildi. Agar men namoz o'qisam, ishim yurishib boy bo'lib ketar ekanman. Odamlar menga ishonadigan bo'lar ekan. Rizqimga baraka keladi deb turib, ibodatdan, Alloh taoloni rozi qilish uchun bajaradigan amaldan dunyo mato'ini umid qilmadi ular. Endi bitta savol beraman. Xo'p, Alloh taoloni rozi qilish uchun bajarayotgan ishingizdan nega dunyo matosini umid qilyapsiz? Nega din deb turib siyosiy masalalarni ommaga olib chiqyapsiz? Din nima yo Rasululloh dedilar. Payg'ambar alayhissalom shahodat kalimasini aytishlik, 5 mahal namozni ado etishlik, zakot berishlik, Ramazon oyida roza tutishlik, qodir bo'lganlar uchun haj qilishlik dedilar. Endi sizni din deb qilayotgan ishingiz nima? Mana shu hijrat qilayotgan musulmonlar ichida oshkora hijrat qilgan kishi, bu kishi yagona Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bo'ldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu hijrat qilishlik qasdi bilan uyiga kiradi-da, kiyimlarini kiyib, qurollarini taqib, Ka'batullohning oldiga kelib tavof qiladi. Ka'bani oldida har doimgidek Quraysh to'planib turar edi. Umar ibn Hattob Ka'bani tavof qilar ekan, ana shu to'planib turgan Quraysh majlisini oldidan o'tayotib, "Hoy Quraysh, ko'zlaring ko'r bo'lsin" deb o'tar edi. Har o'tgan vaqtida Umar roziyallohu anhu shu gapini takrorlab o'tadi. Bitta o'zi birodarlar. So'ngra 2 rakat namozini o'qiydi-da, haligi to'planib turgan Quraysh majlisining yoniga boradi. Ana shu vaqtda hamma birodarlar maxfiy bajarayotgan edi hijratini. Lekin bitta Hazrati Umar ana shu Qurayshning yoniga boradi-da, "Kim?" deydi. Agarda kimda kim o'zini onasini azador, ayolini beva, farzandini esa yetim qilishni xohlasa, "Ho, ana u palon vodiyga borib tursin, men hijrat qilyapman" deydi. Lekin hech kim birodarlar yurak yutib unga qarshi turishga botina olmaydi. Rasululloh Parvardigor islomingni ikkita Umarni bittasini iymoni bilan quvvatlantirgin degan edi.
Haqiqatan Umar ibn Hattobning islomga kirishi musulmonlar uchun quvvat bo'lgan edi o'shanda, birodarlar. Yasrib, yana hozirgi Madinaga hijrat davom etar ekan, hijrat qilishga qodir bo'lgan hamma hijrat qiladi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambarimizning yoniga kelib turib, "Ya Rasululloh, men ham hijrat qilay" deb Rasulullohdan so'raydi. Rasululloh unga qarab turib, "Kutib turing. Shoyat Alloh sizga bir hamrohni qo'shib bersa" deydi. Abu Bakr Siddiq bir qancha vaqt kutadi-da, keyin kelib yana izn so'raydi. Rasululloh yana unga ikkinchi marotaba javob berib, "Kutib turing ey Abu Bakr, shoyat Alloh sizga bir hamrohni qo'shib bersa" deydi. Shunda birodarlar, Abu Bakr Siddiq umid qiladi ana shu hamroh Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lishini. Abu Bakr Siddiq 3-chi marotaba so'raganida ham mana shu javobni aytadi Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Makka da birodarlar o'sha vaqtda faqatgina Rasululloh, Abu Bakr Siddiq, ularning oilalari hamda Ali roziyallohu anhu qolgan edi. Qolgan hamma hijrat qilib ketishgan edi o'shanda, birodarlar. Mana endi eng asosiy nuqta. Alloh subhanahu va taolo tomonidan payg'ambarimizga hijrat qilishlik izni beriladi. Birodarlar, sizlardan iltimos, mana insoniy jihatdan birodarlar deb gapiryapman. O'zlaringni siyosiy bajarayotgan jinoyatlaringni dinga yoyib, payg'ambar alayhissalomning muborak ismidan foydalanmanglar. Sizlarda qilayotgan ishlaring jihad, hijrat emas, sizlardagi jinoyat. Modomiki Rasulullohning ismini tilga olib, bu qilayotgan ishlaringni dinga yoyib, Rasulullohning hayotidan gapirar ekansizlar, insof bilan bu siyratdan ibrat olib ish qilinglar. Bo'lmasa mana shu o'zlaringni tushib olgan siyosiy o'yinni bu din demanglar. Sizlar aytayotgan bu din emas, zalolat bu. Payg'ambar alayhissalomni qachon hijrat qilishini hech kim bilmas edi. Rasulullohga hijrat qilishlik amri qilingan kunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning uyiga boradi. Oysha onamizdan kelgan rivoyatda Rasululloh odatda bizni uyimizga kelmaydigan vaqtda keldilar. Ya'ni kun rosa isib, odamlar ko'chaga chiqmaydigan paytda Rasululloh keldida Abu Bakrning uyiga kirishga izn so'raydi. Rasululloh uyga kirgandan keyin "Ey Abu Bakr, uydagilarni tashqariga chiqaring" deganida, "Ya Rasululloh, bu ikkalasi meni qizlarim, mu'mina, muslima, bulardan xotirjam bo'ling" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, "Ey Abu Bakr, Alloh menga hijrat qilishlikka izn berdi" dedi. O'sha vaqtda Abu Bakr Siddiq juda qattiq yig'laydilar. Va ana shu yig'i to'la ko'z yoshlari bilan aytadiki, "Ya Rasululloh, bu suhbatmi men uchun? Ya'ni mana shu sizni hijrat qilishingizda men sizga sherik bo'lamanmi?" dedi. Rasululloh unga, "Ey Abu Bakr, bu suhbat" dedi. Oysha onamiz aytadi, inson odatda qayg'u, g'amdan yig'lasa, otam o'sha kuni xursandchiligidan juda qattiq yig'lavordi dedi. Chunki bu birodarlar haqiqatan bir oddiy inson uchun haqiqiy sharaf edi. Rahmatan lil alamin bo'lib kelgan Rasululloh bilan hijrat qilishlik sharafi edi bu birodarlar. Va ana shu sharaf sahobalarning ichida faqat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga berilgan edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Abu Bakrni qanchalik qadrlashi, qanchalik yaxshi ko'rishi, hatto Umar ibn Hattobdan ham qattiqroq Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni yaxshi ko'rishlari mana shu holatda siz bilan menga ayon bo'ladi, birodarlar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu haqida Rasululloh agar deganlar, agar Allohdan boshqasini do'st tutishlik mumkin bo'lganida edi, men albatta Abu Bakrni do'st tutgan bo'lar edim dedi. Hijratda Rasululloh bilan qolishi Abu Bakrni manziratini belgilab ko'rsatib beradigan ko'rinishlaridan bittasi edi. Payg'ambar alayhissalom Isro voqeasini Qurayshga aytib berganida, ya'ni Baytul Maqdisga borib keldim men deganida, hatto o'sha yerdagi mu'minlarni ba'zilari ham shubha qilishgan edi.
Faqatgina Abu Bakr hech ikkilamasdan "Ya Rasululloh, kecha siz Baytul Maqdisga borib keldingizmi?" deganlarida payg'ambar alayhissalom "Ha" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq hech taraddud qilmasdan "Rost aytdingiz ya Rasululloh" dedilar. Umar ibn Hattob aytadi: Abu Bakrning bir kechasi Umar oilasini hammasidan afzal deydi. Nimaga? Rasululloh hijrat qilgan kechada Abu Bakr oilasini hammasi xizmat qiladi. Ikkala qizi ham, o'g'li ham, quli ham, mol va dunyosi bilan Rasulullohning xizmatida turgan edi ular. O'shaning uchun birodarlar, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sahobalarning eng peshqadami hisoblanadi. Rasululloh Abu Bakrga mana shu xabarni kunduzi aytadi-da, o'zi yana uyiga qaytib ketadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam uyiga qaytib ketar ekan, shu paytda Quraysh bir xatarni his qiladi. Chunki musulmonlar Yasribga borib to'planayotganligi, ularga qarshi to'planayotgan bir kuch ekanligini tushunib va bu ish hali kattasiga aylanib ketmasdan turib buni oldini olish haqida Abu Jahl alayhi la'na g'am qiladi va Dorun Nadvaga, Qurayshning parlamentiga Quraysh mushriklarini to'playdi. Birodarlar, Abu Jahl o'sha kuni shunday bir ish qiladiki, bu majlisga Banu Abdul Muttalib, Banu Abdul Mannof va Banu Hoshim urug'idan bironta odamni chaqirmaydi. Nimaga? Chunki Rasulullohga urug'chiligi bo'lmasin deya. Hamda qarab turing, musulmonlarga qarshi qalbida ozgina bo'lsa ham iliqligi bor bironta odamni bu majlisga chaqirmaydi. Yana Yasrib, Madinadan bo'lgan bironta odamni ham qo'shmaydi bu majlisga. Ya'ni faqat va faqat bu yerga yig'ilganlar musulmonlarga dushmanligi bor odamlar bo'ladi. Ular mana shunday Dorun Nadvaga to'planib turar ekan, eshikni taqillatib bir kishi kirishlikka izn so'raydi. Qurayshliklar eshikni ochganida Najdlik kishilar kiyadigan kiyimni kiygan bir oqsoqol turar edi. Najdlik oqsoqol. Bu kelgan kishi birodarlar shayton edi. Najdlik oqsoqol ko'rinishida kofirlarga payg'ambar alayhissalomning ishini hal qilish uchun maslahat bergani iblis kelgan edi. Bu iblis, bu shayton jannatdan quvilgan shaytonning o'zi kirib keladi. Endi bitta mashhur hadis bor shu yerda. Rasululloh sahobalari bilan o'tirganida kiyimlari oppoq, soch soqoli qop-qora bo'lgan bitta kishi kirib kelib, Rasulullohni bir qancha savol javob qilib chiqib ketadi. Bu Jibril alayhissalom bo'ladi birodarlar. Musulmonlarga ana shu savol javobi bilan o'z dinini ta'lim berish uchun kirgan edi. Endi bu hadis mushriklarning oldiga kim kirib kelyapti? Iblis. Iblisning eng kattasi jannatdan quvilgan shaytonning o'zi kirib kelyapti birodarlar. Demak, atrofimizga jamlangan majlis jamoa qanaqa bo'lsa, shunaqa ekan. Mana shu hadis mushriklarni ana shu qilayotgan majlisiga shayton kirib keladi-da va o'sha yig'ilgan majlisga shayton kirib aytadiki, Muhammadga qarshi fikr yuritgan yig'ilyapsizlar ekan. Shoyat meni ham sizlarga foydam tegsa deydi. Ular ruxsat berishadi, o'tiradi o'sha yerga. O'rtaga tashlangan masala Muhammadning ishini nima qilamiz? Abul Buxturi ibn Hishom o'rnidan turib aytadiki, kelinglar deydi, Muhammadni Yasribga ketib qolmasdan turib qamab qo'yaylik deydi. Shunda haligi Najdlik oqsoqol ko'rinishidagi shayton aytadiki, yo'q deydi, yo'q. Bu ish emas. Agar biz uni qamab qo'ysak, ashablari kelib uni ozod qiladi va biz hech narsa qilmagan bo'lib chiqamiz oxirida deydi. Yana bittasi o'rnidan turib aytadiki, kelinglar deydi, Muhammadni Arab jazirasidan tashqariga haydab chiqarib yuboramiz deydi. Yana haligi Najdlik oqsoqol ko'rinishidagi shayton o'rnidan turadi-da, yo'q deydi, qaytaradi bu ishdan. Yo'q. Bu fikr emas. Agar haydab yuborsak, keyinchalik baribir sahobalari bilan to'planib kelib, yana bizga qarshi jang qiladi. Bo'lmaydi bu fikr deydi. Ular Rasululloh haqida chuqur o'ylanib turar ekan, Abu Jahl alayhi la'na, menda bir fikr bor deydi. Nima u fikr ayt deyishganida, Makkada
mavjud bo'lgan har bitta qabiladan o'zini ichidagi eng kuchli bolalardan bittadan olamiz deydi. Ya'ni ular 5 ta chiqadimi, 10 ta chiqadimi, hammasi qilichlari bilan kelib Muhammadga bittadan zarba berib uni o'ldiradi. Va Muhammadning qoni ana shu hamma qabilalarga tarqab ketadi. Endi Banu Hoshim Muhammadning qonini talab qilib hamma qabilalarga qarshi urushgani ularga toqati yetmaydi deydi. Shunda haligi iblis buni eshitgandan keyin shunday o'rnidan turadi-da, mana shu fikr to'g'ri bo'ldi. Mana shu fikr to'g'ri bo'ldi deydi. Ya'ni bu jirkanch masalada Abu Jahl shaytonni ham yo'lda qoldirib yuboradi. Endi bular mana shu fikr to'g'ri ekanligiga qanoatlanishadi. Kech kirgach Rasululloh o'zini uyida Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ga makkalik Qurayshliklarni o'zi hijrat qilib chiqib ketmasdan turib omonatlarini topshirayotgan bo'ladi. Birodarlar, Qurayshni bu sharmandalik ahvolini qarangki, tilda umuman boshqa narsa Rasulullohga nisbatan, lekin amalda umuman boshqa narsa bo'ladi. Payg'ambarimizni ular tilida jinni, sehrgar, majnun, kazzob, kohin deb turib mazah qilishar edi. Lekin o'zlaridagi qimmatbaho narsalari bo'lsa saqlab qo'yishligi kerak bo'lgan. Yoki safarga chiqib ketayotganda biron bir omonati bo'lsa, faqat kimga olib kelib berishar edi? Payg'ambar alayhissalomga. O'zlari jinni, sehrga deb turib, yana "Ey Muhammad, mana senda turib tursin" deyshar. Endi Rasulullohni nabaviy go'zal axloq ekanligini ko'ringki, Quraysh bu odamga qarshi zulm qilmasin, hatto o'ldirishni qasd qilib turgan bo'lmasin, Qurayshni omonatlarini hijrat qilib chiqib ketmasdan oldin Ali roziyallohu anhu ga bitta tanitib beradi. Mana o palonchiniki Ali, mana o pismadonchiniki degan. Va Hazrati Aliga mana shu omonatlarni o'z egalariga bitta topshirishga buyuradi. Va yana aytadilarki, ey Ali, Rasululloh o'zlarini to'shagiga yotishlariga buyuradi. Ana shu kuni kech bo'lgach, yigitlar to'planib Rasulullohning uyini o'raydilarda, eshigini tagida kutib turishadi. O'sha vaqtda ana shu yigitlardan bittasi devorni oshib, payg'ambar alayhissalomning hovlisiga tushadi. Shunda hovlidagi ayollardan bittasi begona erkakni tushganidan qattiq qo'rqib ketib baqirib yuboradi. Haligi yigit shoshganicha qaytib chiqib ketadi. Rasulullohni o'ldirish uchun to'plangan yigitlar aytishadiki, agar biz devorda oshib tushib, uyiga bostirib kirsak, butun arablar o'rtasida ayb bo'ladi. Arablar aytishadi keyin, Quraysh bir-birlarini haromidan, devoridan oqlab tushib, ayollarini ustiga bostirib kiryapti ekan degan nomus bo'ladi bizga. Kelinglar, yaxshisi Muhammadni o'zini chiqishini kutib turamiz deyshadi. Ularda payg'ambar alayhissalomni uyiga bostirib kirib o'ldirmaganini sababi shu bo'ladi, birodarlar. Rasululloh tun tushgach eshigini sekin ochib chiqadilar-da, ushbu oyatlarni o'qiydilar. Bismillahirrohmanirrohim. Yasin val Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala sirafil mustaqim. To fa akhshaynahum fahum la yutsirun oyatigacha o'qiydi. Yasin, ey Muhammad, ushbu hikmatli Qur'onga qasamki, hech shak shubhasiz siz to'g'ri yo'l, ya'ni haq din ustidagi payg'ambarlardansiz. Bu Qur'on ota-bobolari biron payg'ambar orqali oxirat azobidan ogohlantirmasdan g'ofil bo'lib qolgan bir qavmni ogohlantirishingiz uchun qudratli va mehribon zot tomonidan nozil qilingandir. Aniqki, ularning ko'plariga so'z, ya'ni azob haqidagi hukm haq bo'lgandir. Bas ular iymon keltirmaslar. Dar haqiqat biz ularning bo'yinlariga to iyaklarigacha yetadigan kishanlarni urib qo'ydik. Bas ular g'odayib qoldilar. Ya'ni ular haqqa egilmaslar. Birodarlar, esinglardan chiqmasin. Boshida do'ppisi bor, tilida Qur'oni bor, o'zi Qur'ondan tilovat qiladi, lekin qalbi muhrlanib qolgan.
Bunday kimsalarga o'zlari tanlagan yo'l jinoyat, fojia ekanligini isbotlash uchun xohlang Qur'ondan o'qib bering, xohlang hadis aytib bering, xohlang hikmatda aytib bering, xohlang mo'jizani ko'rsatib bersangiz ham Alloh hidoyat qilmaganmi foydasi yo'q. Bunaqangi kimsalar birodarlar hozir ochiq turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu eshikni ochib chiqqanida ular qarab turgan edi. Shunda Alloh taoloning mo'jiza ilohiyasi sodir bo'ldiki, ular qarab turishibdi, lekin ko'rishmayapti. Rasululloh o'tib ketar ekan, shu oyatni o'qib turib, yerdan bir qism qumni olib turib, ana shu yigitlarning boshidan bitta tuproqni qo'yib o'tib ketgan edi. Bular baqirayib turashaverdi lekin. Birodarlar, Alloh xohlamasa o't yoqmaydi, qilich kesmaydi, baliq yemaydi, ko'z ko'rmaydi, quloq eshitmaydi. Endi qarangda, endi shu sizga yoqmaydigan ish bo'ldimi? Demak, Alloh xohlabdi shu ishni. Musulmon odam endi nima deyish kerak shu payti? Alloh taolo shu narsani taqdir qilgan ekan, endi shu narsa sodir bo'ldi deb turib, Robbisidan rozi bo'lib, shu musibatni o'zini foydasiga aylantirib olish kerak emasmi? Shartda oldiga telefonni qo'yib, internetni yoqib, ijtimoiy tarmoqlarda og'ziga kelgan har baloni bir balo deb turib o'rtada fitna tarqatmasdan, insonlarni jazavaga tushirmasdan. Rasululloh o'zini uyidan chiqib, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning uyiga boradilar. Hamda Abu Bakr Siddiq safar uchun tayyorlab qo'ygan ikkita tuyani minib burar. Abu Bakr Siddiqning uyining orqa tarafidan chiqib ketishadi. Madina birodarlar shimolda edi, lekin payg'ambar alayhissalom janubga qarab yuradi. Nima uchun? İnsoniylik ehtiyot, insoniylik maxfiy sabablarini qoyin qilish uchun. Rasululloh va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning orqasidan Abu Bakrni ozod qilgan mavlosi Omir ibn Fuhayro qo'ylarini haydab boradi. Nimaga? Chunki o'sha tarafga qarab yurgan ikkita tuyani izini yo'qotishlik kerak edi. Bu ham bitta insoniylik ehtiyotni saqlash uchun qilingan sabab edi. Ular Makkaning janubidagi Savr deb nomlanmish toqqa yetib, u yerdagi g'orga chiqishadi. Va ana shu g'orga kirishdan avval Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu g'orga kiradi-da, g'orning ichidagi teshiklarga qo'llarini tiqib, biron bir zararli gazanda bo'lsa yana Rasulullohga ozor bermasin deb turib turing yo Rasululloh deydi-da, o'zi kirib birinchi qo'llarini tiqib tekshiradi. Ba'zi chuqurroq teshiklarga oyog'ini tiqib, zararli hasharot bormi yo'qmi tekshirib, so'ngra payg'ambarimizga kirishga ruxsat beradi. Va undan keyin Omir ibn Fuhayro boyagi ikkita tuyani olib, yana qaytarib Makkaga olib ketadi. Demak, mana shunday qilib Rasululloh va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ana shu g'orga kirib yashirinishadi. Omir ibn Fuhayro borib, payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr Siddiqni qayerda ekanligini Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning oilasiga xabarini beradi. Endi tong otgach, haligi Rasulullohni o'ldirish uchun kelib, eshik tagida kutib turgan yigitlar payg'ambarimizni chiqmayotganidan bezovta bo'lib, o'ziga kelib qarashsa, hammasini boshida qum. Eshikni tirqishidan qarashsa, bir odam ichkarida to'shakka o'ranib yotibdi. Ular ichkariga kirib, boyagi to'shakni shunday ochib qarashsa, Ali ibn Abi Talib yotar edi. Islomdagi birinchi fidoi inson birodarlar Ali bo'ladi, Hazrati Ali. Chunki o'ldirilishligi qasd qilingan to'shakka kirib yotgan edi u. Payg'ambar alayhissalomning uyida yo'qligini eshitgan Quraysh guvday oyoqqa turadi. Har tarafga isqivorlarni qo'yishadi. Ular hamma joydan Nabiy sallallohu alayhi va sallamni qidirishadi-yu, lekin topa olishmaydi. Chunki iz yo'q. Shunda Qurayshning sayyidlari kim deydi? Agarda kimda kim Muhammadni tirigini va yoki o'ligini olib kelsa, 100 ta tuya deb va'da qilishadi. O birodarlar, juda katta pul bo'lgan bu. Bitta avlodni boqadigan pul bo'lgan.
Mana shu mukofotni ilinjida juda ko'p kishilar Rasululloh va Abu Bakr Siddiqni 3 kun mobaynida qidirishadi. Lekin natija bo'lmaydi. Ana shu 3 kun qidirganda ichida ba'zilari Savr tog'iga qarab ham borishadi, birodarlar. O'sha toqqa chiqishadi ham ular. Rasululloh va Abu Bakr Siddiq ularning oyoqlarini ko'rib turishar edi. O'zi juda ham katta bo'lmagan g'or. Shundoq bir egilsa ko'rinadi. Shu yerga chiqadi bular. Yonida turib gaplashadi bir-birlari bilan, lekin birontasi o'zini shunday bir engashib ichkariga qarashga majbur qila olmaydi. Ba'zi rivoyatlarda birodarlar, bu sahih bo'lmagan rivoyat. Kaptar insob qo'ygan edi, o'rgimchak to'r tutib qo'ygan edi degan rivoyatlar bu. Bu rivoyat Imom Ahmadda ja borsa hasan rivoyat. Lekin Sahihul Buxoriyda bunday narsa bo'lmagan edi. Ha, Alloh taoloning mo'jizasi bo'ldi, lekin qanday bo'ldi? Mushriklar payg'ambar alayhissalomni qidirib o'sha g'or yoniga kelishdi. Yonlarida suhbat qurib turishdi, lekin birontasi egilib shu g'orning ichiga qarashmadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytadi: "Biz g'orda turar ekanmiz, men tashqarida turganlarning oyoqlarini ko'rib turar edim." Shunda Rasulullohga qarab: "Ya Rasululloh, agar ulardan birontasi oyog'ini ostiga qaraganda bizni albatta ko'rgan bo'lar edi" dedi. Qo'rqib ketadi birodarlar Abu Bakr Siddiq. Lekin payg'ambar alayhissalomni qarang, Robbisining va'dasiga aniq ishongan xotirjam kishi holatida: "Ey Abu Bakr, 3-sheriga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deb o'ylaysiz?" dedi. Ya'ni xotirjam bo'ling ey Abu Bakr, biz ikkalamiz turgan bo'lsak, 3-sherigimiz Allohku dedi. Alloh taolo Qur'onda: "Albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga hayoti dunyosida ham, guvohlar hozir bo'lib turadigan qiyomat kunida ham yordam beramiz" deya marhamat qiladi. Agar inson mu'min bo'ladigan bo'lsa, mana birodarlar, sizlarga Allohning va'dasi. Agar mu'min bo'lsalaring, dunyoda ham, oxiratda ham men sizlarga yordam beraman deyapti. Albatta Alloh iymon keltirgan zotlarni mudofaa qilur. Albatta Alloh barcha xoin va kifronni ne'mat qilguvchilarni sevmas. Payg'ambar alayhissalomning bu hijrati va ana shu hijrat qilishdagi insoniylik ehtiyot chorasi, maxfiyligi bu birodarlar siz bilan menga ibrat bo'ldi. Umar ibn Hattob hech kimdan yashirmasdan, qo'rqmasdan oshkora qildi hijratini. Endi Umar qo'rqmagan joyda nima Rasululloh qo'rqarmidi oshkora qilishdan? Yo'q birodarlar. Umar ibn Hattob oddiy bir inson. U o'zini tushunchasi bilan qildi. Agar Rasululloh to'g'ridan to'g'ri hijrat qilganida, bu qolgan ummatlar uchun sunnat bo'lib qolar edi. Sababi bo'lmasa ham tavakkal hijrat qilsa bo'lar ekan deb sunnat qilib yorishgan bo'lar edi. O'shaning uchun birodarlar, payg'ambar alayhissalom 12 yildan oshiqroq boshiga qanaqa kulfat kelmasin, joyida qimirlamasdan o'tirdi. Mana shu 12 yil ichida hijrat qilish uchun kerak bo'lgan sababni eng oliysi, kattasi yuz berdi zotan. Masala birodarlar kelib turib, payg'ambar alayhissalomni naqd oilasining ichiga kirdi. Xoinlik qildimi lekin? Xoinlik qildimi lekin? Qurayshga o'xshab tilida boshqa narsa, lekin dilida umuman boshqa narsa niyatdagi ahli sunnaga ergashamiz deyotgan kimsalar, yo sizni siyratdan xabaringiz yo'q, yo katta ehtimol bilan yahudlar tutgan yo'ldasiz. Ular ham Tavrot va Injilni o'zlarini hayotlariga moslab turib yozib olishgan edi. Sizda ham xuddi shunday odamlarni aldashga zo'r ishlaydigan joyini olasizda, asl haqiqat basharangiz ochib qoladigan bo'lsa, tashlab yuborasiz. Boshqasinikini olib ketasiz. Bir qarasa sahobalar hayotidan olib ketasizmi? Alloh subhanahu va taolo birodarlar, hech qaysi birimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Aquli qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.